Usti ishlatishdan zerikkan mijozlarimiz uchun tayyor xonadon qidirib yurgan bo'lsangiz, bu aynan siz uchun. Rublyovka mahallada 2 sotixdan iborat bo'lgan 3 qavatli xonadon sotuvga qo'yapmiz. Bu kirish darvozamiz, bitta mashinaga joy qoldirilgan. Bu hovlimizni fasad qismi, kirishda o'ng qo'lda bu yozgi oshxonalari mavjud. Shodiyona mahalladamiz. 2 sotixli yangi xonadon sotuvini qo'yapmiz. Bu binoyimizga asosiy kirish eshigi. Kirishimiz bilan bizni katta hol kutib oladi. Juda ham chiroyli holatda bitgan, neoklassika stilida. Xonadonimizni yana bir narsasini eslatib o'tamiz. Xonadonimiz 3 qavat to'liq jihozlangan. Bu xonadonimizga faqatgina o'zlaringni kiyimlaring bilan kirishlaring mumkin. Xonadonimiz umumiy 7 xonadan iborat. O'zini 3 ta sanuzel bor. Ortiqcha ta'riflamaymiz. Videoni oxirigacha ko'rib, o'zlaring xonadonimizni bahosini beringlar. Ushbu go'zal holatda bitgan tayyor xonadonimizni egalari narxini 155 ming aytishyapti. Xudo xolasa bizga aloqaga chiqinglar. Ko'rmoqchi bo'lgan mijozlarimizga o'zimiz xonadonni kelib tanishtirib ko'rsatib o'tamiz. Sog' bo'linglar azizlar.